بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bugün Allah Teala'nın iltifatı bilen Tefsirul Celaleyn'den Suratul Fatiha'nı başlayımız. قال الإمام جلال الدين المحلي. Biz oldingi saat dersinde ötkendik. Sure Kahf'ten başlap Qur'onning oxirigacha İmam Jalaluddin al-Mahalli tafsir qilgankan, Suratul Fatihani mo shu Jalaluddin al-Mahalli degan imom tafsir qilgan. Sura Baqaradan boshlab Sura Kahfgacha Jalaluddin as-Suyuti degan imomning tafsiri. Suratul Fatiha neydi? Bu Fatiha suresi degan, Fatiha degan Fataha yeftahu degan so'zdan chiqqan, ya'ni ochiqchi degan ma'nodagi gap. Bu sura Qur'onda eng dastlabda boshlangan sura bo'lg'ach, shundaqla namozda eng dastlabda o'qilgan sura bo'lg'achqa shu suratul Fatiha deb shunday atalgan ekan. Bu suratul Fatihaninki undan boshqa yana 20 ga qadar ismi bor ekan, olimlar shuni sanabdi buni. Masalan, bu suratul Fatiha degandan boshqa Fatihatul Kitob deydi birisi. Yana bir ismi Ummul Qur'on. Yana birisi Suratul Kanz. Yana birisi Suratul Kafiya. Yana birisi Al-Wafiya. Yana birisi Ash-Shafiya. Yana birisi Suratul Shifa masalan. Yana birisi As-Sab'ul Mathani. Yana birisi Suratul Nur. Suratul Ruqya. Suratul Hamd va Shukr. Suratul Du'a. Ta'limul Mas'ala. Suratul Munajat. Suratul Tafwid. Suratul Suval. Suratul Ummul Kitab. Fatihatul Qur'on. Suratul Salah degandek shu 20 ism bor ekan. Demak, bu sura shundoq ulug' katta sura hamda. Bu suraning fazilati haqida payg'ambarimizning rivoyat qilgan bir hadis bor. Bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundoq degan. Aytdi Alloh taolo, ya'ni bu hadis qudusiy bo'lg'achqa payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning so'zini bizga hikoya qilib beryapti. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأله. Yine men taqsim qildim namozni. Yine as-sola degan mushada suratul Fatihani ko'rsatdi. Yine suratul Fatihaning bir ismi as-sola degan to'q. Yine bu yerda men namozni taqsim qildim emas, mushu Fatiha surasini men o'zim bilan bandamning orasida ikkiga taqsim qildim yine. Men bilan bandamning orasida o'rtaqdir deb bu surani. Bandamga uning so'rgan narsasi xosdir, so'rgan narsasi berildi. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Eğer bende elhamdülillahi rabbil alamin dese Allah Teala benden meni maqtadi deydikin. Eğer bende Errahmanirrahim dese Allah Teala esna alayya abdi deydikin. Benden meni bana sana okudu. Menim maqtadi deganlik. Eğer bende Maliki yevmiddin dese Allah Teala meccedeni abdi deydikin. Benden meni ulug'ladi. Eğer bende İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dese Allah Teala hâzâ beyni ve beyne abdi ve li abdi mâ se'ele deydikin. Benim bu şu men bilen bendemning orasidagi o'rtaq ishdir, o'rtaq narsadir. Bendemge onun so'rgan narsasi berildi deb. Eğer bende ihdinas siratal mustaqim siratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dese Allah Teala hâzâ li abdi ve li abdi mâ se'elâ deydikin. Yine bu ihtinas sıratal mustaqimdan başlap oxirigacha bandamga nuqul shu bandamga xosdir. Bandamga onun so'rgan narsa berildi deb shuni deydikin. Bu payg'ambarimiz rivoyat qilgan hadis hamda. Yine sura Fatihaning mushta fazilati bor. Undan boshqa sura Fatihaning fazilati haqida rivoyat qilgan nurg'un hadislar bor masalan. Suratul Fatihani bir ilon chaqib olgan odamga sahobaning birisi o'qib dam solgan vaqtda u saqib ketgan.
Buni Payg'ambar alayhissalomga kelib degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom tasdiqlagan mazmuniga işte bir hadis var. Bu Suratul Fatiha Mekke'de nazil bo'lgan 7 oyatdir deydi. Bismillah bilan qo'shgan chaqda. Agar biz imkoniyat minha. Agar shu bismillahni Suratul Fatihani qatoridan deb qaragan chaqda bismillah bilan qo'shib 7 oyat bo'ladi deydi. Bu chaqda 7-oyat qaysi desa Suratul ladzina an'amta alayhim degandan boshlab oxirigacha. Agar va illam takun minha fas-sabi'atu ghayril maghdubi alayhim. Bismillah Sura Fatiha'nın qatoridan emas deb qaralgan chaqda 7-oyat qaysi bo'ladi desa Suratul ladzina an'amta alayhim degangacha 6-oyat bo'ldi ekan, g'ayril mag'dubi degandan boshlab 7-oyat bo'ldi ekan. Bu yerda da sura Bismillahni Sura Fatiha'ning jumlasidami yoki jumlasidan emasmi degan haqda ya'ni shu Bismillahirrohmanirrohimni Suratul Fatiha'ningki qatoridanmi yoki bu suraning qatoridan emasmi degan haqda to'rt mazhab imomning orasida ko'z qarash o'xshashmasligi bo'lgan bir masala ekan bu. Buningda Hanifiy mazhabda Hanifiy olimlarining orasidagi tanlangan qarash bu surat Bismillahirrohmanirrohim bu o'z oldiga mustaqil to'liq bir oyat debdi. Bu ikki suraning orasini ayirish uchun nozil bo'lgan. U sura Bismillah Qur'onning jumlasidandir. Lekin Fatihaning va undan boshqa suralarning jumlasidan emas edi. Ya ta'kidlab qo'ygan bir nuqta suratun Namlniki o'ttirsida kelgan Bismillahirrohmanirrohim degan oshi bismillah Qur'onning jumlasi ekanligi haqida bu bil ittifoq qildi. Hamma olimlar uni ittifoq qildi. U suraning o'ttirsida kelgandan keyin cho'qim Qur'onning jumlasi bo'ldi. Undan boshqa da sura Tavbaning 5ida bismillah kelmagan. Undan boshqa 113 suraning 5ida kelgan bismillah Qur'onning jumlasimi yo Qur'onning jumlasini emasmi degan haqdagi ko'z qarashlar hozir. Hozir deyilayotgani. Degandek bu Hanifiy mazhabining qarashida bu bismillah to'liq bir oyat, o ikki suraning orasini ayirish uchun nozil bo'lgan, lekin Qur'onning jumlasidir. Lekin sura Fatihaning va undan boshqa suralarningki jumlasini emas deb qaraydi ekan. Endi Maliki mazhabda bismillah Qur'onning jumlasidan emasdir. Sura Namlning o'ttirsida kelgan bismillahdan boshqasi Qur'onning jumlasidan emas deb qaraydi ekan. Endi Shafiy mazhabining qarashida Bismillah o suratul Fatiha'nın 5'ida o kamil bir oyat deb qaraydi ekan bu. Bu Shafiy mazhabda ixtilof yo'q, holatdagi mushtaq qarashgan bu. Ammo sura Baroatdan boshqa qolgan 113 suraning 5'dagi bismillah shu suraning jumlasidanmi yoki jumlasidan emasmi degan haqda Shafiy mazhabda 3 xil qarash bor ekan. Birinchi qarash bu Aşı her bir suraning 5'ida to'liq kamil bir oyat degan qarashgan. O'z oldiga mustaqil bir oyat. Ikkinchi qarash u her bir suraning 5'idagi birinchi oyatning bir qismi edi ekan. Ama uchinchi qarash qaysi desa, bu suratul Fatihadan boshqa qolgan suralarda u Qur'onning jumlasini emas degan qarashgan. Bu Shafiy mazhabi qarashlar shundoq. Endi Hanbali mazhabining qarashganda degan chaqda İmam Ahmed ibn Hanbal'ning qarashida bu bismillah sura Fatiha'ning jumlasidan emas, uningni boshqa oyatlardimi, uningni boshqa suralardimi u bir oyat emas. Shuningdek uni namozda o'qish, namozda bismillahni o'qish vojib bo'lmaydi deb qaraydi ekan. İmam Ahmed ibn Hanbal'ning qarashida. Namozda ya'ni bismillahni o'qish vojib bo'lmaydi degani shu o'qisangiz bo'ldi, o'qimasangiz bo'ldi degan gap yani. Lekin o'qisak yaxshi endi bu Shafiy mazhabining qarashida bu suratul Fatiha'ningki 5'dagi to'liq bir oyat bo'ladi deb qaragan bo'lgan ekan. Bu bismillahni o'qish yaxshi endi ixtilofdan chiqish. Endi tafsirning o'ziga kelsak va yuqaddaru fi awwaliha qulu. Bu bismillah suratul Fatiha'ningki 5'ga ya'ni alhamdulillahi robbil alamin degan shu oyatning 5'ga qulu degan so'z taqdir qilindi deydi. Ya'ni aytinglar. Aytinglar ki bütün emri sana alemlerin perverdigar Allah hastur. Bu Allah Teala naz şefkatlidir, mehribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. Buna demek bir yerde. Nima uchun qulu degan taqdir qilindi desa, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu
munasiben lahu bi kavnihi min maqulil ibadi. İyyâke na'budu'dan ilgiriki ayetlerinin aşı bendelerinin sözün buluşğa münasip buluş üçün deydi. Yani bütün hamd sana alimlerin perverdigar Allah hastur deb Allah Teala bevosita degan holat emas, balki Allah Teala bendelerga sizlar muşta dangla degan shaklda da'vatida demoqchi bu odamni. Xo'sh, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Bu xabar jumla bo'lib, maqsad qilindi uning bilan Alloh taoloni madhiyalash. Ana shu cümleningki bütün cümlenin mazmunu. Yani elhamdülillah degan so'zning o'zi bu bir Alloh taologa hamdisini o'qiganlik. Qanday hamdisini o'qiganlik desa, min annalloha taala malikun li jami'il hamdi minal xalq. Alloh taolo mahluqotlar tarafdan aytilgan bütün hamd sanoninki egisidir. Yoki Alloh taolo mustahiqqun li an yahmaduhu. Bandalarning osh Allohga hamd etishiga haqliqdir degan bo'ldi. Alloh taoladan boshqa hech qanday bir mahlukatların hiçbirisiga bunday hamdi aytilmaydi. Alloh taolo shu sheriki yo'q, yakigona zot bo'lg'achqa shu Alloh taolo g'ilamla hamdi aytildi. Alloh degan bu lafzul jalala alamun alal ma'budi bihaqqin. Yani haq bilan haqiqiy ibodat qilingan shu zotga bir alamdir, alam bo'lib ketgan ism deydi. Robbil alamin. Maliki jami'al xalqi. Alloh taolo insonlardan, jinlardan, farishtalardan ve ömrəvatqan bütün hayvanlar, yeryüzündeki bütün hayvanlar ve onu başka hemme nəsninki, hemme cemi məxluqatların igisidir. Ve kullun minha yutlaqu aleyhi alemun. Aşu insanlar, cinlar, farishtalar, muşların her birisige alem deyildi deydi. Mesela alemul insi, alemul cinni, alemul melaike, alemul davab degendik. Alemi deyildiken. Ve gulliba fi cem'ihi bil ya'i ven nun. Ulul ilmi ala gayrihim. Asli ma Arab tilinin qoidasida jami muzakkar salim altida jami qilgan ismlar aqil bo'lish kerak endi. Aqillar aqil shay ila jami muzakkar salim altida jami qilindi. Yani Rabbil alamin deb bu olamlarning qatorida masalan g'ayri aqillarmi bor bo'lsa, bu mu ya'nun bilan jami muzakkar salim altida jami qilinib qoldi desa, bu g'ayri aqillarni qatoriga ishiga taqlib qilyapti, ashunga kirgizyapti demoqchi. G'ulliba degan. Ulul ilm degan ilm egalari, ya'ni aqillar demoqchi. Va huwa min al-alama. Bu alamin degan bu so'z alamatun degan shu masdardan so'z yetisidan kelib chiqqan deydi. Nimishqa desa, chunki u har bir olam o'zini paydo qilguvchi zot bo'lgan Alloh taologa bir alomatdir. Yani her bir narsa Allah Teala'nınki barlıqıga bir delil ispat etmiş bir yerde. Mana bu Allah Teala'nınki mesela dinsizliğe reddiye vergen çağda müşte deymiz. Her bir narsa özünü yaratkan şu zatqa bir alamet oludu. Er-Rahmanur-Rahim. Yani Allah Teala Rahmandur, Rahimdur. Yani bir rahmeti edipti. Rahmet igisi. Bu Rahman Rahim degende bunu tushundirish to'g'ri kelsa, nihoyatda jiq tushundirish to'g'ri keldi. Rahman degan endi Rahimdan amroq bo'ldi ekan. Rahman masalan Alloh taolo dunyodami, oxiratdami bütün mahluqotlarga rahim qiluvchi degan bo'ldi. Rahmanningki ma'nosi amroq endi. Ar-Rahim degan Alloh taolo qiyomat kuni mu'minlarga rahim qiluvchi, mu'minlarga rahim qiluvchi degan bo'ldi. O'shani tushuntirdik buni. U rahmat degan irodatul xayri li ahlihi degan ma'noni uqtirdi deydi. Ya'ni o'zining ahliga yaxshilikni iroda qilish. Endi maliki yawmiddin. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunining, jazo kunining egasidir. Bu jazo kuni degan qiyomat kunini ko'rsatadi. Wa khussa biz-zikri li'annahu la mulka zohiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Bu yerda Alloh taolo qiyomat kunining emas, hamma narsani egasi bo'lsa, bu yerda faqat shu qiyomat kunining egasi deb keltirdi desa, chunki oshkor holatda podshohlik yo'q shu qiyomat kuni hech qanday bir kishi uchun faqat shu Alloh taoloning podshohligi bor. Qiyomat kuni Alloh taoloning podshohligidan boshqa
Hech qanday bir podshohlik yo'q. Dunyoda hamda masalan majaz tariqasida u podshoh bu podshoh deyilsimi, lekin qiyomat kuni Alloh taolodan boshqa ya'ni podshoh yo'q bo'lg'achqa shu mushta keltirilgan demoqchi. Buning dalili limanil mulkul yawm desa, u kunda ya'ni qiyomat kuni podshohlik kimga xos deyilsa Alloh taolo xos degan o'xshash. Yani hadis shunday kelgan. Yani kim maliki deb o'qisa, yuqorida maliki yawmiddin deb ekan. Yani maliki deb o'qisa, uning ma'nosi malikin amri kullihi fi yawmil qiyamah. Qiyomat kunisida butun ishlarning ega bo'lguchi degandek bo'ldi. Yani u Alloh taolo mavsufun bidalika daiman. Ka g'ofirid zanbi. Xuddi g'ofirid zanbi desa, gunohni mag'firat qiluvchi degan. Alloh taolo davomli har zaman gunohlarni mag'firat qiluvchi degandek bo'ladi endi. Yani doimlik bir sifatda Alloh taoloning doimlik sifati. Shuna o'xshagan Malik yawmiddin desimi, bu doimlikni, yani davomli bildiradigan bir sifat demoqchi. Yani Alloh taolo oshning sifatlanguchidir, har doim. Yani her doimlikni bildiradigan bir sifat bo'lg'achqa, shunga sahha vuquuhu sifatan lil ma'rifa. Yani Allah degan shu ma'rifa lafzil jalolaga uning sifat bo'lib kelishi durust bo'ldi deydi. Aslida ma'rifiga sifat bo'lib kelgan narsa ma'rif bo'lishi kerakdi. Malik yawmiddin degan malik degan lafziy jihatdan nakirdak bo'lsa-mu, lekin buning ma'nosi ma'rifada ma'rif bo'lib ketgan boshqa, ya'ni Alloh taolo davomliq Alloh taoloning doimlik sifati ne bildirgan ma'noda bo'lg'achqa, shu ma'no jihatdan buni ma'rif deb qaraymiz. Shunga ma'rifa bo'lgan Alloh degan lafzning jalolaga bu sifat bo'lib kelishi durust bo'ldi demoqchi. Maliki yawmiddin degan buni i'rob qilgan vaqtimizda shu Alloh degan Allohninki sifati demoqchi. Allohning mavsuf desak, lillahiki Allohning. Maliki yawmiddin degan ashuni sifati demoqchi. Mavsuf, sifat. Xo'sh, endi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam talab qilamiz. Yani nahussuka bil ibada min tawhidin va g'ayrihi va natlubu minka al ma'unata ala al ibadati va g'ayriha. Tavhiddan seni bir deb bilishdan iborat tavhid aqidasi va undan boshqa barliq ibodatlarimizda, barliq ishlarimizda sanala ibodat qilishga xos qilamiz va talab qilamiz sendan yordamni ibodat qilishga va undan boshqa ishlarga. İhdina sıratal mustaqim. Ey Allah bizni şu mustaqim yo'lga boshlab qo'ygin. Endi va yubaddalu minhu. Shu as-siratal mustaqimdan badal qilindi siratal ladina an'amta alayhim degan. Siratal ladinaninki i'rob demodsa, oldingi as-siratal mustaqimdan badal demoqchi. Yine sen in'am qilganlarning yo'li. Sen qanday in'am qilgan desa, sen ularni to'g'ri yo'lga boshlash bilan in'am qilganlarning yo'liga bizni boshlab qo'ygan. Endi badal qilindi allazinadan. Ma ikkinchi suratul lazina an'amta alayhimdiki allazina va uning sirisi an'amta alayhim. Va allazinani ismi usul bo'lgan ekan, an'amta alayhim buning sirisi bo'ldi. Mushu hamisidan badal qilindi g'ayril mag'dubi alayhim. G'azab qilinganlarninki g'azab qilinganlarning yo'liga emas. Ya'ni g'azab qilinmaganlarning yo'liga bizni boshlab qo'ygan. G'azab qilinganlar kim desa yahudiylar deydi. Valla la müşahede g'ayri deganmanda. Adballin va ozg'onlar. U ozg'onlar kimlar desa nasaralar. Ezib ketganlar yana nasaralarni ko'rsatdi. Ya'ni yahudiylardan iborat g'azab qilinganlarning yo'liga emas va nasaralardan iborat ezib ketganlarning yo'liga emas, balki sen hidoyat qilish bilan in'om qilgan shu haq islom yo'lining ahli yo'liga, islom ahlininki yo'liga bizni boshlab qo'ygan degandek bo'ldi. Ama ve nuktatul bedel efadet ennel muhtedin leysu Yahudin ve la Nasara. Yani bedelinin paydasını bol dediyse,
Bu bedel şunu ifade edildiki muhtedinler, hidayet tapqanlar, to'g'ri yo'l ustida bo'lganlar, ular Yahudilar emasdir, Nasaralar emasdir. Ya'ni Yahudilar, Nasaralar anaqa o'zlarini biz haqiqiy to'g'ri yo'lda bo'lganlar deb olgan bir gaplar emasmi? Demak, bu Yahudilar va Nasaralar bu muhtedinlar emas, hidayet tapqanlar emas, balki shu haqiqiy Muhammad alayhisalom olib kelgan shariatga eslaganlar haqiqiy to'g'ri yo'lda bo'lganlar demoqchi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bugungi darsimiz mushu yerda.